Assalomu alaykum. Mana tarozi burji ostida tug'ilgan vakillar. Tarozilar 23-sentyabrdan 22-oktyabr qadar kuni tug'ilgan odamlar mani intizorlik bilan kutdilaringmi? Bugun chiqdim. Demak, tarafini tarozilarda aytmayman, chunki men siz ham hamma biladi, tarozilarda ko'p ikkilanishini, ko'p o'ylanishini, estetligini, juda ham chiroyli, jozibador narsalarga hali ko'ngil qo'yishligini judayam hamma tarozichilari siz ham biladi. Mana shu kartada boshlaymiz. Taro безумной луны. Tarozi burji vakillari 23-sentyabrdan 22-oktyabr kuni qadar tug'ilgan insonlarni nima kutadi yanvar oyida? 2026-yilning yanvar oyida повешенный kutadi. Повешенный kartasi bu hamma ishlarimizni to'xtab qolishi. Hamma ishlarimiz to'xtab qolishi qanaqa ma'noda? Shoshilma, to'xtab turchi. Qaytga chopqilab ketyapsan otlarda. Sal qilayotgan ishlaringga, agar munosabat bo'lsa, munosabatdagi bo'lgan insonlaringga, biznesdagi partnyor bo'lsa, partnyorlarga, boshqa burchak ostida qarashlaringni talab qilayotgan vaqt keldi. Jicha tormizlanib, to'xtab turinglar, balki ko'rmayotgan narsalar bordir. Balki yashinayotgan parda ostidagi ko'p hollar menga ko'rinmayotgandir. Shoshilmayapmanmi, adashmayapmanmi deb taroziga tortish vaqti keldi sizlarni degan karta bilan boshladik yanvar oyini. Keyingi fevral oyimizni Koliso godada ochamiz. Koliso godamiz nihoyatda chiroyli karta. Demak, tarozi burji ostida tug'ilgan vakillarimizni fevral oyining 2026-yil nima bilan kutadi? Troyka chash bilan, xursandchilik bilan kutadi. Ya'ni o'yin, kulgu, dasturxonda ustida nima deydi, yeyishlik, ichishlik, xursand bo'lishlik, to'ylar o'tkazdirishlik, biznes partnyorlaring bilan mana shoshilmay, shoshilmay qilgan xulosalaringning natijasini olamiz biz. Ya'ni kimnidir to'yida dasturxon atrofida o'tirib, xursandchilik bilan piyolalarimizni urishtirib baxtlayotgan bo'lamiz 2 yoshga. Kimnidir biznesini ura rezultat berdi. Ya'ni biz xohlagan danam a'lo darajada rezultat berdi deb xursandchilik bo'layotgan joyimiz. Lekin munosabatga kelayotgan bo'lsak, bu 3-shaxslarni ham bildiruvchi kartani bildiradi. Ehtiyot bo'linglar. Demak, 3 burchak bor. O'shaning uchun shoshilmasdan qarab xulosa chiqarishimiz kerak edi oldingi karta. Mana shu karta bilan tugatib biz, ya'ni mart oyiga o'tamiz. Mart oyini bunaqa yaltiroq, taro zolotoy universalniyda ochamiz. O'zi ham nihoyatda yaltiroq. Qani tarozi burjlarimiz 23-sentyabrdan 22-oktyabr kuni tug'ilgan vakillarimizni mart oyi nimani kutadi? Mart oyi semyorka mecheyni kutadi. Semyorka mechey degani seni aldashyapti. Ko'zingni katta ochib ol deyapti. Sen bilmayotgandirsan orqangdan, lekin g'iybatlar yoki masalan energiyani kasal bo'layotgan odamlar energiyangizni tortib olayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir vampir oldilaringda yurishi ham mumkin. Bilmaysizlar-ku energetik vampirlaringni. Biznesda yoki masalan bironta bir oliygohlarda, xalqaro proyektlarda, loyihalarda masalan sizni g'oyalaringizni o'g'irlayotgan payti bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana bekordan bekor 3-shaxslar chiqmadi. Ya'ni sizni partnyoringizni, juft halolingizni kimdir o'g'irlamoqchi bo'layotgan. Aytayapman-ku, 3 burchak narsa chiqyapti deb ko'zlaringni katta ochib olasizlar. Bu mart oyimizga tushyapti. Ogoh bo'l, karta tushdi, ya'ni ogohlantirdi sizlarni. Arqa oldilaringga qarab, to'xtab, keyin xulosa chiqaramiz, aldanayotgan payt. Keyin taro vintajniy aprel oyini mana shu vintajniy taroda ochamiz. Demak, vintajniy taroyimiz mana bunday kartada 23-sentyabr kundan 22-oktyabr kuni qadar tug'ilgan tarozi burji vakillarini nima kutadi? Imperator kutadi aprel oyini. Imperator degani bu hukmronlik degani. Bu ota bobolarimiz, bu rahbarlarimiz, bizni homiylarimiz
aytsa ham bo'laveradi. Bu nimaga qo'l urishingizni qat'iy nazar g'olib imperatorlik, ya'ni qirol bo'lib chiqasizlar. Urush janjallardami, sud majora ishlardami, sessiyalar, studentlar a'lodan darajada, a'lo boshi mag'rur bo'lib imperatorga o'xshab chiqishadi. Ya'ni bizneslaringda sizlar mana shu ключевой, ya'ni asosiy rolni imperator o'ynaydi. U imperator sizmi yoki partnyorlaringiz, hamkorlaringizligini buni alohida yana karta ko'tarib ochib aniqlashtirishimiz mumkin, lekin buni aniqlashtirmayman. Oilada erkaklarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Imperator kartasi chiqdi, chunki bu imperatorlar bizni boquvchilarimiz, bizni qo'riqlovchilarimiz, bizni haligi nima deydi, orqalarida biz turib bizni himoyalovchilarimizdir. Bu bizni yo'l boshchilarimiz, oila boshchilarimiz. Jicha e'tibor beramiz ayollarimiz. Aprel oyini tugadi, may oyini mana shu Taro mistikskих momentda boshlaymiz. Chiroyli karta. Tarozi burjlarim 22-sentyabrdan 23-oktyabr kuni tug'ilgan. Troyka jezlov degani nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, mana ikkilanayotgan paytingizda, mana masalan hamma yo'qda taro aldanib, mana ehtiyot bo'linglar, aldanyapsizlar deb aldanayotganliklaringda g'olib bo'lib chiqqan paytlaringda mana orqaga qaramay, qo'rqmay oldiga bog' deyapti. Gazini bos deyapti. Nimaga qo'l urgan bo'lsang ham, oiladami, ishqdami, to'y boshlamoqchi bo'lasanmi, yangi haligi bizneslardanchi bu karta nimani bildiradi? Agar 3-4 ta proyektlaring, loyihalaring bo'layotgan bo'lsa, qaysi biriga uray ekan deb mo'ljalda oldingizmi, bo'ldi. O'sha mo'ljalingiz to'g'ri degani. O'shanga ikkilanma degan, to'g'ri tanlov qilding degani, 100% g'olib bo'lib chiqasan degani. Bu troyka jezlov, bu qilgan niyatlarimiz o'sha manzilga qarab ketishlik bu. Nimaki qilsak. May kartasi. Iyunni mana bu kartadan ochamiz. Tarozilarimiz, sizni 2026-yilning iyun oyida nimalar kutadi? Nimalar bilan qarshilab oladi? Ya'ni 8 kubkov bilan qarshilab oladi. 8 kubkov degani ketishlik degani. Ketishlik, qayerga ketishlik? Bu bitta nuqtadan ikkinchi A nuqtadan B nuqtaga ketishlik. Ya'ni qiyin, majora bir qandaydir situatsiyadan chiqib ketishlik. Boshingiz og'rib, chiqib ketaman deb yoki uchburchakdan chiqib ketishlik, og'ir vaziyatdan ham chiqib ketishlik bo'ladi bu. Chegal yo'llardan ishlayotganlar, masalan, karyerada ishda bo'layotgan bo'lsa, bu eski joydan turib chiqib ketib, yangi gorizontlarga, yangi joylarga o'tishlikni bildiradi bu. Ya'ni eski narsani tark etishlik bu degani. Yo bo'ldi, mani batta qadrlashmayapti, nima qilaman batta ishlab, cho'ta mani joyim basda, bu boshqa joylarni topishim kerak, balki mani o'rnim boshqa joydadir deb ikkilanayotgan joylaringda tark etishlik bu. Tushunarli? Munosabatlardan ham ketishlik bo'ladi. O'sha bo'ldi, to'ydim, yetadi, eskirdi. Shu joygacha yetib keldi, bo'ldi, bas deb haligi nima deydi, uzishlik aloqani, ya'ni aloqadan chiqib ketishlik munosabatdan bildiradi. Bu kartani iyun oyiga edi. Iyul oyini Svetloy Providensda ochamiz. Iyul oyi Tarozi burji vakillariga nimani olib keladi? Nima bilan kutib oladi? Spravедливость degani bu, ya'ni nimaki ekkan bo'lsang, o'shani o'rasan degani. Bu qilmish qidirmish. Yaxshilik qildingmi, yaxshilik olasan hayotda deyapti. Iyul oyi sizga qaytarish oyi bo'lar ekan. Shu kungacha, mana shu 2026-yilning iyul oyi qadar nima qilayotgan bo'lsangiz, o'sha sizni oynangiz bo'ladi. Sizga qaytadi. Tushunyapsizlarmi? Ko'pchilikda mana ketishlik dedim, sud ishi ko'rinishi mumkin, ya'ni ajrimlar bo'lishi mumkin, nima deydi, merosxo'rlar, alimentlar, uy bo'lishi mumkin, yoki uyda kimdir hadya qilayotganda sizlarga masalan o'sha sud qog'oz qarorlari bu. Tushunyapsizlarmi? Bu nima deydi, spravедливость bu haqqonlik, bu haligi
sud idoralarini ham bildiruvchi, qog'ozbozchilik bilan, notarialniy qog'ozbozchilik bilan ham shug'ullanayotgan joylaring bo'ladi. Studentlarga, ya'ni qanday o'qigan bo'lsangiz, o'shanday baho olasan. Выше потолка не прыгнешь deyapti-da. Harakat qilganingda harakatingga yarasha bahoyini olasan. Sessiya yopiladi, keyingi semestr talabasi bo'lasan degan karta. Iyul oyida, ya'ni qarzdorsizlik bilan chiqishga harakat qilinglar-da. O'sha bitta kursni tugatib, ikkinchi kursga zo'r prikazlar bilan chiqinglar. Так, avgust oyini mana bu суровый рунический tarodan ochamiz. Severный, строгий такой мужской стилдagi tarot. Avgust oyi tarozi burji vakillari. Повешенный. Nimaga повешенный yana chiqyapti? Повешенный degani bu yana sizni tormozlantirib qo'yapti. Shoshilmang deyapti. Mana sud ishlaridan keyin shoshilmang deyapti. Kimnidir sud ishlari to'xtab qolishi mumkin, kimnidir to'ylari to'xtab qolishi mumkin, bizneslari to'xtab qolishi mumkin. Shoshilma. Lekin bu bir narsadan bir narsa to'xtab qolmaydi. Bu qandaydir xulosalarga ko'rinmaydigan qirralarini qayta ko'rib chiqishlikka, bu ishingni to'xtat deydigan karta bo'lib tushyapti. Hammada u sohasini aytmaymanmi, u kasbdorchilikdan tortib aytyapman studentgacha. Oila bo'ladimi, biznes bo'ladimi, u loyihalar, proyektlar, u finansi bo'ladimi? Mana pul kelish ham to'xtab qoladi. Lekin pul kelish bu banklarmi yoki qandaydir bir narsalar shotlaringami tormozlanib qoladigan joylari bo'ladi. Mana shu avgust oyida va biz sentyabr oyini mana bu karta bilan, illyuminat kartasi bilan kutib olamiz. Illyuminat kartasi bizga nimani olib keladi? Tarozi burji vakillari, ya'ni 23-sentyabrdan 22-oktyabr kuni qadar tug'ilgan sohiblarimizni восьмерка jezlov bilan kutib olar ekan. Восьмерка jezlov degani, qaranglar, uchar yulduzdek, chaqmoqdek, momaqaldiroqdek tezligida bu. Adashmanglar, xushxabarlar topasizlar. Kimnidir oilasi ko'payadi. Bu xabar, ya'ni internetdanmi, xatdanmi, qog'ozdanmi, сообщенияmi, SMSmi, Telegramdanmi, farqi yo'q, qandaydir xabar bo'ladi. Tezlik bilan yaxshi xursand qiladigan xabar. Ishlaring 100% yurishadi. Shu uchrashuvlar bo'ladi. Bu degani yaxshilik degani. Bu nima ishlar qilishdan qat'iy nazar, bu tezlik bilan bitib ketadigan ishlar, mana повешенныйdan keyin tezda qilib yuboringlar degan karta tushyapti, sizlarga maslahat beryapti. Demak, sentyabrda oktябрni mana bunday karta tarot Yeva, qaranglar, kadrga ham sig'mayapti, kattaligini bunday qilsam sig'maydi, dedim, uzoqdan olyapman. Ochamiz. Tarot Yeva bizga oktyabr oyida nimani olib keladi? Judayam chiroyli choy kofelar damlab ichib olib, pletlarga, adyalarga o'ranib olib, zo'r daramalarni ko'rib, mana qaranglar, kartani olmachali, koritsalilar jalb qiladigan karta bizga oktyabr oyiga tarozi burchlarimizga nimalarni olib keladi degan karta bilan, ya'ni troyka peryev olib keladi. Troyka peryev degani bu qayg'urlik, bu qandaydir nima deydi, g'amgin bo'lasizlar, yuraklaringiz siqilib qoladi. Kimdir kim tark etadi, kim ikkita juftlik udar olasizlar. Ya'ni ikkinchi tomonlaring sizlarni shunaqangi tushkunlikka tushirib ketadiki, yuraklaring parcha, million parchaga, oyna parchalariga o'xshab sinib bo'lak bo'ladi. Kimdir больницаga tushib qolishi mumkin. Yurak xastaliklar, ehtiyot bo'linglar, o'zlaringizga qarab olinglar, diagnostikaga borib olinglar. Meni eshitayotganlar, bekordan bekor gapirmayman, ogohlantiryapman, ehtiyot bo'lasizlar. Tim bo'li bu oktyabr bahorda, ya'ni kuzda bahorda bir qo'zg'alib oladi kasalliklarimiz. E'tibor beringlar, deyapti. Разочарование, tushkunlikka tushib qolasizlar. Kimdadir haligi nima deydi, hafsalaring pir bo'ladi. Bu bo'ldi degani-da, tilka pora bo'ladi dillaring, yuraklaring, odamlarning qilmishlaridan. Bu oilada farqi yo'q. U aytayapman-ku, mavzuning chegarasi yo'q. Biznesda bo'ladimi? Kimdir ekib ketadimi, yolg'on gapirib ketadimi, orqangizdan ish qilib ketadimiki, shuni bilib qandaydir tushkunlikka tushib qolasiz-da. Shunaqa karta bilan bizni oktyabr oyi kutib olib kuzatyapti-da. Noyabr oyiga o'tamiz. Tarot Druidcraft, drunический karta bilan ochaylik. Tilim ham ikkilanib qolyapti. Druidlarda kartasi mana bunaqa katta, qo'limga ham sig'maydi, mana usholmayapman ham kattaligidan.
Bizga nimani olib keladi? Noyabr. Верховная жрitsani olib keladi. Mana bekordan bekor aytmadim. Bu yashirin narsalar orqalaringdan bo'lyapti. Bundan xabardor bo'lmaysizlar ham. Ehtiyot bo'linglar, kimdir sizlarni aldayapti dedim-ku. Mart, yanvar, fevral, mana martda. Bu уже bo'ldi, uni yutdik, uni haligi bildik buni, lekin bunda bilolmaysizlar. Bu orqalaringdan, bu pinhona yashiringan pardalarda ostidan bo'ladi. Nega ochilmaydi bu? Bu juda ham ko'p narsalar sizlar bilmay yurayotgan joylaring bor. Oilada ham, munosabatda ham, biznesda ham, finansda ham yashiringan holatlar, orqalaringda, orqa qarorlaringda yashirib yurgan narsalar, bu tayinalar. Tak, ya'ni endi dekabr oyini mana bu taro, familiya taroda ochamiz. Familiya taromiz Tarozi burji vakillariga 23-sentyabrdan 22-oktyabrga qadar tug'ilgan sohiblarimizni nima bilan kutib oladi, yilni nima bilan yakunlab beradi degan mana shestorka pentakli bilan xursandchilik bo'lsin bizga doim. Ya'ni dekabr oyi bizga shestorka pentakli degani kimdir bizga homiylik qiladi. Kimdir bizga masalan nima deydi, oylikda masalan premiyalar, qandaydir ish muhtoj bo'lasizki, kimdir premiyalar sizga yozib beradi. Kimdir tushkunlikka tushib olayotgan paytimizda yordam qo'lini cho'zadi deyapti, mana. Tak, kimdir nima desam bo'ladi? Mana misol tariqasida aytishim mumkin. Ming ajrashgan oilalar ham er-xotin bo'lsa ham deyapti. Ajrashiga qaramasdan mana bu bывший eri, sobiq eri pul bilan yordamlab, ta'minlab turadi sizlarni. Qoldirib qo'ymaydi degan narsalar ham bor albatta. Tushunyapsizlarmi? Agar ta'birni gapiradigan bo'lsam, o'shaning uchun buni mavzusi cheksiz deyapti. Partnyorlikda tushkunlikka tushib olasiz. Mana ana biznesimni yo'qotib qo'yaman yoki bankrot bo'laman deganda bitta zo'r homiy investitsiya qilib beradi biznesingizga degan narsa kelib chiqyapti. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa narsalar bilan mana loyihada, startaplarda, proyektlarda berayotganlaring, shunday anaqa investor chiqib oladiki, to'xtab tur, buni g'oyasi zo'r-ku. Keyin men pulimni shu loyihasiga investitsiya qilayki, deyapti. Men talaba bo'lsin, xo'sh biznesmen bo'lsin. Xo'sh международный loyiha, xalqaro bo'lsin, xo'sh respublika miqyosida loyiha bo'lsinki, shuni qara, tatbiqi ham bor ekan. Tatbiq ham qilamiz, deyapti внедрениyalar. Katta nima deydi? Importozamещение, ya'ni import o'rni bosuvchi valyutaga sotib olishdan oldin o'zimizni местный xomashyolardan narsalar chiqarishga, chiqindilardan mana utilizatsiya qilishda o'rniga ikkilamchi xomashyolardan mahsulotlar chiqarishga taklif qilyapti deb qiziquvchan homiyliklar, zainteresovan bir investorlar, katta nima deydi, prodyuserlar paydo bo'ladi desa ham bo'laveradi. Mana agar aktyorlik aktrisalarni va aktyorlarni ham olsak ham, mana masalan. Tushunyapsizlarmi? Buni cheksiz aytyapman, munosabatdan tortib student, biznes, oila, hamma yoqqa vashe zo'r karta. Tak, kimdir mana ola qol deb mashina hadya qilsa bizga, jon deb olamiz degan nuqtada men ochirimni yakunlamoqchiman. Tarozilarimni kelayotgan yangi yillaring bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umrlaring uzoq, rizqlaring baland bo'lsin. Nimaki orzu niyat qilganlaring bo'lsa, hammasiga erishinglar degan so'zlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi yilda uchrashguncha xayr, obuna bo'linglar. Iltimos 5000 tagacha yetaylik yangi yilga. Surpriz qilib beringlar menga. Rahmat jonlarim, tarozichalarim.